Ushbu avtolov to'xtatib tekshirilganda oldi yon oynalari suv o'zgartirilganiga, ruxsatnomasi o'tkazilganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 126-moddasi bo'yicha elektron tarzda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtolov vaqtincha jarima maydoniga qo'yildi. Tumani Qorasuv mufida xizmat olib borayotgan vaqtimizda ushbu transport vositasi to'xtatilganda haydovchining og'iz bo'shlig'idan spirtli hidi anqib turardi. Ikki xorij ishtirokida tibbiy ko'rikka taklif qilinganda, ikki xorij ishtirokida tibbiy ko'rikdan bosh tortib, tushuntirish xati yozib berdi va ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.